Hurmatli azizlar, bilamiz kim Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yetim o'sdilar. Onadan, otadan, hali dunyoga kelmaslaridan otadan yetim qolgan edilar. Va onalaridan ham 6-7 yoshlar chamasida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ajralib butkul yetim qoldilar va bobolari Abdul Muttalibni qaramog'ida o'sdilar. Bu Alloh taoloning endi taqdiroti, o'z Habibini demak mana shunday taqdirotida bitgan va o'zi tarbiya qilmoq uchun Alloh taolo mana shunday bir ilohiy sinovni yuborgan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Imom Buxoriy buyuk bobomiz rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, ana va kafilul yetimi fil jannati hakaza deb Rasululloh 2 barmoqlarini mana shunday qilib ko'rsatdilar. Nima degani? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, qaysi kishiki agar yetimni qaramog'ida olsa, yetimni demak u kafilligiga olsa, jannatda men bilan mana shunday yonma-yon bo'ladi deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muborak hadislarida yetimga qarashlikning fazli nechog'li ulug' ekanligini va biron amalda bunday mujda bashorat berilmagan. Faqat yetimga qarashlikda Rasululloh jannatda birga bo'lishlikni mana shunday bu xush xabarini berdilar. Biz ul zotga ummatmiz. Ul zotga ummatlik davosini qilamiz. Ul zotga biz demak sunnatlarga ergashishga, hayrovlik qilishga harakat qilyapmiz. To unki ul zotga qalbimizga nisbatan muhabbat bor. Bu dunyoda ko'rmadik. Shoyatki jannatda birga bo'lishlikka umid qilsak, demak mana shu qani yonma-yon turishlik Rasululloh bilan jannatda bu qanchalik mo'min uchun baxt. Aytadilarki, Imom Tabaroniy rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Bir arobiy kelib, Imom Tabaroniy rivoyat qilayotgan bu hadisda bir arobiy kishi kelib Rasulullohga savol berdi. Ya Rasululloh, meni qalbim qattiq, ishlarim yurishmayapti degan bir murojaat bilan u kishining yonlariga keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ul zotga va butun ummatga, bizni sizga qarab demak mujda berdilarki, kim qalbi yumshoq bo'lishini istasa, qalbi muloyim bo'lishini xohlasa, yetimni boshini silasin. Yetimga mehr ko'rsatsin, yetimga g'amxo'rlik qilsin. Shunda qalbi yumshaydi va demak ishlariga Alloh najot beradi dedilar. Demak biz mana shu muborak Rasulullohni demak ko'rsatmalariga amal qilyapmizmi? Ba'zida ko'plar murojaat qiladi, ishim yurishmayapti, ishlarim oldi bog'langan va turli o'sha bahonalar bilan keladilar, savollar bilan keladilar. Birodar, demak siz ishingiz yurishmoqligi uchun birinchi galda ota-onani duosini oling. Har kun ota-onani duosini olyapsizmi? Har kun ota-onani duosini oling. Yaqinlarga silay rahim qiling. Va mana shuna yetimlarni boshini silang, yetimlarga g'amxo'rlik qiling. Qalbingiz yumshab, Alloh ishingizga najot beradi. Alloh kushoyish-kor beradi. Alloh barakot beradi. Mana shuni biz yoddan chiqarmasligimiz kerak. Rasulullohning ko'rsatmalari bizga dasturul amal bo'lmoqligi darkor. Demak, yetimni boshini silasak, silay rahim qilsak, farzand kunda ota-onaning duosini olsa, ota-ona hayot bo'lsalar, agar u dunyodan o'tgan bo'lsalar, ota-onalar haqqiga duoda bo'lmoqligi darkor. Shunda Alloh taolo uning ishiga baraka beradi, ishiga omad beradi, kushoyish-kor beradi, najot beradi. Xudoyim hamisha qo'llab-quvvatlaydi. Demak, biz holu hayotda ana shunday ishlarni, agar ishimiz yurishmoqligini, demak hayotimiz go'zal bo'lmoqligi, dunyo oxirat ishlarimiz xayrli bo'lishini istasak, Rasululloh
ko'rsatmalariga mukammal amal qilmoqlikni Xudoyim o'zimizga dasturul amal qilaylik.